Bu post-apokaliptik dunyoda shunday bir joy borki, u yerda nafaqat chorva boqiladi va sabzavotlar yetishtiriladi, balki bolalar ham ta'lim olishadi. Har yerda tinchlik va osoyishtalik hukm suradi. Bu jamiyat qirollik deb nomlanadi. Carol ilgari jarohat olgandi. Morgan esa uni yordam so'rab shu yerga olib keldi. Morgan Carolga bu jamiyatning qirolini ko'rsatmoqchi ekanligini aytdi. Bu yer nafaqat qirollik deb ataladi, balki uning rahbari ham o'zini qirol deb atardi. Ular katta bir zalga kirganlarida to'satdan yo'lbarsning qattiq nidosi butun xona bo'ylab aks sado berdi. Carol cho'chib ketdi. Bu yerda yo'lbars bormi? Ammo Morgan xotirjam. Platformada esa qirollikni tashkil etgan shaxs Ezekiel o'tirardi. Yo'lbars esa uning uy hayvoni va shaxsiyatining ramzi. Mehribon va muloyim fe'l-atvorli Ezekiel Morgan bilan yaxshi topishgan. Carol gapirishdan tortinib yoki yo'lbarsdan cho'chigandek ko'rindi. Ezekiel uning nega jimligini tushunishga harakat qildi. Ehtimol uni tentak deb o'ylagandir yoki bu joyni xayoliy deb hisoblayotgandir. U Caroldan fikrlarini bemalol aytishini so'radi. Shunda Carol ilk bor kulimsiradi. Dunyo yakun topganidan beri Carol bunday baxtli holda ko'rinmagandi. Bu tabassum chinakami yoki soxtami noma'lum. U biroz tortinib, odobli so'zlar bilan javob berdi, biroq umumiy yuz ifodasi hayratlanarli edi. Ezekiel Carolning bu holatidan hayratlanmadi, chunki odatda odamlar uni birinchi marta ko'rganida ajablanishadi. Shunga qaramay, u Carolga nisbatan iliq munosabatda bo'ldi va ular yoqimli suhbat qurishdi. Albatta bu voqea faqatgina bir kichik epizod. Bu qattiq sinovlarga to'la dunyoda noyob osoyishtalik onlaridir. Kunning o'rtalariga kelib, Ezekiel bir nechta odamlar bilan tashqariga chiqdi. Morgan ham ular bilan borishga taklif etildi. Ularning boradigan joyi panjara bilan o'ralgan kichik bir shaharcha bo'lib, bu yerda ko'plab cho'chqalar boqilardi. Ular zombilar bilan oziqlanadi. Endi esa ularni yig'ib olish vaqti kelgandi. Ular cho'chqachalarni tezda bir xonaga haydab kirishdi. U yerda hanuz bir zombi osilib turardi. Ezekiel bu uslubni yoqtirib, uni o'ylab topgan Richardga minnatdorchilik bildirdi. Morgan esa zombilarni oziq sifatida ishlatish g'oyasidan hayratga tushdi. Richard tushuntirdi, ular cho'chqalarni qornini chirigan go'sht bilan to'ydiradi. Bu esa Morganni yanada hayratga soldi. Yarim soatdan keyin ular barcha cho'chqalarni mashinaga yuklashdi. Shu payt bir zombi yaqinlashdi. Ezekiel yosh yigit Benjaminga uni o'ldirishni buyurdi. U zombilarni o'ldirishni uyda mashq qilgan va endi bu ishni amalda bajarish vaqti kelgandi. Benjamin chuqur nafas oldi, jur'atini yig'ib oldinga yugurdi va zombi yelkasiga pichoq bilan zarba berdi. U shu qadar hayajonda ediki, zombining boshiga zarba berishni unutdi. Pichoq esa hanuz zombining tanasida qolib ketdi. Oxir-oqibat zombini Ezekiel o'ldirishga majbur bo'ldi. Qirol yaxshi odam edi. U Benjaminni ayblamadi, aksincha uni ruhlantirib, fikrini to'g'rilashga undadi. Richard esa Morganga bu yerda sodir bo'lgan voqealarni qirollikdagi hech kimga aytmaslikni tayinladi. Morgan hech qanday savol bermay, shunchaki bosh irg'ab qo'ydi. So'ng ular yana jamiyatga qaytib ketishdi. Keyingi kunlarda ko'p narsa o'zgarmadi. Odamlar sabzavot va meva yetishtirishda davom etishdi. Yoshlar esa turli jamoaviy faoliyatlar bilan shug'ullanishdi. Morganning ajoyib ko'nikmalari Ezekielning e'tiroflariga sazovor bo'ldi va Ezekiel undan Benjaminni shogird sifatida qabul qilishni iltimos qildi. Ertasi kuni Morgan yana tashqariga chaqirildi. Bu safar ular ochiq maydonga yetib kelishdi. Kecha olib kelingan barcha cho'chqalar so'yilgandi. Ammo bu qirollikdan ancha uzoqda amalga oshirilgan. Morgan hanuz nima sababdan bu ishlar qilinayotganini tushunmayotgandi. Ko'p o'tmay 2 mashina yetib keldi. Ichidan bir guruh odamlar tushdi. Ma'lum bo'lishicha, tashqi osoyishtaligiga qaramay, qirollik ham najotkorlar nomli guruhning tobeligida edi. Biroq jamiyat a'zolari bu kelishuvdan bexabar edilar. Shuning uchun har hafta Ezekiel o'zi tashqariga chiqib, ularga yegulik topshirardi. Bu haftadagi yegulik cho'chqalar edi. Najotkorlar cho'chqalar o'tgan safargiga qaraganda ancha semizroq ekanini ko'rib, juda mamnun bo'lishdi. Ularning yetakchisi hatto cho'chqalarni yuklashga yordam berishini buyurdi. Bu esa Richardni qattiq g'azablantirdi. Bir ayol Morganga bu odamlar haqida tushuntirmoqchi bo'ldi, biroq Morgan ularni allaqachon tanishini aytdi. Yuklash jarayonida Richard najotkorlarga sovuq nigoh bilan qarab turdi. Bu esa najotkorlardan biri Jaredni g'azablantirdi. Jared Richardni masxara qilib, cho'chqalarni past baholab
oladi va haqoratli gaplar aytdi. Richard esa o'zini tuta olmay, unga qarshi bir necha so'z aytdi. Bu Gerardni yanada jahlini chiqardi. U Richardni do'pposlamoqchi bo'ldi, biroq kutmagan holda Richard undan qochib, uni o'zini kaltakladi. Holat keskinlashdi va atrofdagilar qurollarini chiqarib oldi. Richard bilan Gerard o'rtasida janjal boshlandi. Ezekiel aralashib to'xtashini aytdi. Gerard g'azabga to'lib Richardga bir necha marta zarba bermoqchi bo'ldi, ammo Richard javob berishdan tiyildi, chunki u yana kimnidir hayotini xavf ostiga qo'ymoqchi emasdi. Najotkorlarning yana bir a'zosi, go'yo kamroq yovuz bo'lgan Gavin, o'rtaga tushib Gerardni kurashni davom ettirishdan to'xtatdi va ta'minlovchilarimizga tegma deyishga urindi. Gerard shu yerda to'xtadi, ammo Richardga barmog'ini ko'tarib haqorat qildi. Benjamin uchun bu dunyoning achchiq qashshoqligi va shafqatsizligi bilan ilk marta yuzlashishi edi. Gerard esa mag'rur yuz ifodasini qiyshaytirdi. Jamiyatga qaytib borgach, allaqachon kech bo'lib qolgandi. Morgan Carolga kechki ovqat yetkazishga bordi, lekin uni topa olmadi. Carol odamlar orasidan qochishga urinib, o'zicha qirollikni tark etgandi. Qorong'ulik tushgach, Carol tungi soatlarda ketishga tayyor bo'ldi, ammo kutilmagan vaqtda Ezekielning ovozi eshitildi. Morgan orqali Ezekiel Carolning ketayotganini bilib qolgani bois, u shu yerda kutib turgandi. Ezekiel Carol bilan yolg'iz gaplashishga tayyor edi. U rostgo'ylik bilan shunday dedi: "Siz bu yerda muloyim va bexavotir ko'rinishga harakat qilib keldingiz va buni dono tarzda uddaladingiz. Men ham ishonib qoldim. Siz odamlarning ishonchini qozonish, xohlaganingizni olish va hech qachon kelmagan bo'lgandek ketish uchun shu usul bilan ichkariga infiltratsiya qildingiz." Morganning oldingi qurollari esa shubhasiz najotkorlarniki ekani isbotlandi. Ezekielning bu gaplari Carolni hayratga soldi. Ezekiel yana shuni qo'shimcha qildi: "Hamma sizni kam baholadi, lekin siz kurashdingiz va najotkorlarni mag'lub qildingiz. Shuning uchun men sizni shu yerda qolishga taklif qilmoqchi bo'ldim." Carol jilmayib o'tirib oldi va qirollikni ham Ezekielni ham hazilkash deb nomladi. U dedi: "Tashqaridagi dunyo haqiqiy shafqatsizlik va sen o'zingni qirol deb atab, odamlar senga maqtov aytishi bilan osoyishtalikda yashash mumkinligiga chin dildan ishondingmi?" deb savol berdi. Ezekiel esa o'z o'tmishini oshkor qildi. "Men ilgari hayvonot bog'idagi hayvonlar qarovchisi bo'lganman. Bu yo'lbarsni men o'zim o'rgatganman. Uning hayotini qutqargan edim va shundan beri yo'lbars meni ergashtirib, bu yerga qarab olib keldi. Qirollikni barpo qilish uchun men qirol bo'lib qoldim, chunki odamlar ortidan ergashadigan ramzga muhtoj edilar." Carol baribir ketishni tanladi. Ezekiel esa Carolga nisbatan mehribon yurak ko'rsatib, agar u qolishni istamasa, tinchroq joy topib berishni taklif qildi. Faqat Ezekiel bilan Morgan uning manzilini bilishardi. Bu esa hammaga xotirjamlik bag'ishlaydi. "Xohlaganingcha o'sha yerda tinch totuv yashashing mumkin", dedi Ezekiel. Carol rozi bo'ldi va ertasi kuni Morgan uni yangi joyga olib bordi. Bu joy endi uning yangi uyi bo'lishi kerak edi. Carolni u yerga joylashtirgach, Morgan xayrlashib ortga qaytdi. O'sha kundan boshlab Carol yangi joyda yashay boshladi. Vaqti bilan Ezekiel uni yo'qlab turardi. Bu orada Daryl qorong'u va torxonaga qamab qo'yildi. U burchakda o'ralib yotardi va har kuni faqat itlar uchun tayyorlangan ovqatni yeyishga majbur edi. Agar u ovqat yeyishni rad etsa, ochlik bilan jazolanishi tayin. Har safar eshik yopilgach, xona ichida baland DJ musiqasi yangray boshlaydi. Bu esa Daryldan uxlash imkoniyatini olib qo'yardi. U musiqani nihoyat tugadi deb o'ylab, uxlamoqchi bo'lganida musiqa yana baland ovozda boshlanadi. Najotkorlar Darylning ruhiyatini butunlay sindirishni maqsad qilgan edilar. Najotkorlarning orasida qat'iy ichki intizom mavjud edi. Negan barchasining egasi, qolganlar esa 3 toifaga bo'lingan. Birinchi toifa Neganga bevosita xizmat qiluvchi, masalan Duit kabi kishilar. Ular bazada ishlashga majbur emas va turli lazzatlar bilan erkin shug'ullanishlari mumkin edi. Ikkinchi toifa oddiy maqomsiz mehnatkash bo'lib, ular faqat bal yig'ib, zarur mahsulotlarga almashtirish orqali yashardi. Duit kabi odamlar esa hech qachon navbat kutmasdan xohlagan narsasini olishlari mumkin. Uning atrofidagilari esa unga qarshi gapirishga qo'rqishardi, hattoki ular xohlagan odamga tajovuz qilishi ham mumkin. Uchinchi toifa bu buyruqlarga bo'ysunmaydiganlar edi. Ular zombilarga to'siq sifatida foydalanish uchun devorga bog'lab qo'yilardi yoki umuman zombilarga aylantirib yuborilardi.